Jaloliddin Manguberdi poyezdi. Xivagacha yangi qo'yilgan Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdida ketyapmiz. Afrosiyobga qaraganda ancha qulay, shinam va o'rindiqlar orasi keng. Bu ishlaydigan odamlar uchun juda ham muhim. Telefon qo'yish uchun ham, kitoblar qo'yish uchun ham joyi bor va afrosiyobdan qabli o'rindiqlar. Faqatgina bitta kruasan emas, sendvich bilan keksik va choy berishdi. Xizmatlari a'lo darajada. Choy ham berishdi. Buterbrotlar bilan buterbrod, ichida kekschasi va eng asosiysi mana bunaqa yuqorida qo'shimcha ventilyatorlari ham bor. Buxoroga keldik. Jaloliddin Manguberdi poyezdida. Juda ham komfort.